O'quvchilarim hammaga assalomu alaykum. Biz sizlar bilan bugun как развить говорение на русском языке. Говорение bu rus tilida gapirish, то есть rus tilida gapirishni qanaqasiga rivojlantirish mumkin? RKI yo'nalishida. RKI yo'nalishi bu это русский язык как иностранный. То есть siz rus tilini inostran sifatida o'rganyapsiz. Demak, hozirgi beradigan maslahatlarim aynan sizga to'g'ri keladi. Shunaqa. Nimaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi? Biz rus tilini noldan o'rganganimizda o'zi bu rus tilini noldan o'rganganimizda bu nimani ifodalaydi? Смотрите. Rus tilini agar umuman bilmasangiz, rus tilini har kuni siz eshitsangiz, bu degani sizda ruskoязычная sreda bor. Например, siz har kuni rus tilini eshitasiz. Tam farzandlaringiz gapiradi rus tilida, qanaqa kinolar ko'radi, ishxonada rus tilida gaplashishadi. Bu. Потом, agarda siz rus tilini ba'zida eshitsangiz, ba'zida eshitib qolasiz, например, bir haftada bir marta, bir oyda bir marta yokida siz rus tilini ba'zi rus tili so'zlarini bilsangiz, siz baribir rus tilini noldan o'rganadigan o'quvchiga kirasiz. Noldan o'rganganda ko'p odamlar o'ylaydi, bu ABVGD deb alfavitdan o'rgatadi. Men alfavitdan o'rganamanmi? Men unaqa nol emasman deydi. Ba'zi o'quvchilar, yozishni bilmaydigan o'quvchilar, men vashcha nolman deb aytadi. Noldan bo'lgan o'quvchilar bu kim o'zi? Noldan bo'lgan o'quvchilar bu harflarni taniydigan o'quvchilar. Bizni o'quvchilarimizga ham taniydi. Yaxshilab kursimizga keladigan o'quvchilar sizlarning kursingizda noldan emas ekan deb aytishadi. So'rasangiz, o'quvchilar yozishni bilmayapti. Endi siz 20 yoshda, 30 yoshda bo'lib, ona tilingizda yozishni bilmasangiz, o'zbek tilida ruchkani ushlashni bilmasangiz, buni sizga hech qanaqa onlayn kurs o'rgatib bera olmaydi. Потому что yozishni o'rgatish bu agarda men sizni oldingizda o'tiribman, qo'lingizda tepada mana yana qo'lim bor, biz mana bunaqasiga yozib olamiz. Faqat shunaqa sizga yozishni o'rgatishim mumkin. Поэтому rus tilini noldan o'rganadigan o'quvchi, bu harflarni taniydigan o'quvchi yozishni va o'qishni biladi. Yozishni va o'qishni biladi. Tushundinglar-da? Demak, agarda siz rus tilini umuman bilmasangiz, agarda siz rus tilini har kun eshitsangiz, agarda siz rus tilini ba'zida eshitsangiz yoki agar siz rus tilidagi ba'zi so'zlarni bilsangiz ham, siz baribir rus tilini noldan o'rganadigan o'quvchisiz. Endi eslatma. Grammatik va muloqotni говорение, общение, rivojlanish bu har xil yo'nalishda rivojlanishdir. Tushunasizlar? Например, agarda siz faqatgina yozishga o'tib olgan bo'lsangiz, bu degani siz xatosiz, например, yozishga o'tib olgan bo'lsangiz, bu degani gapirasiz degani emas. Agar rus tilida misol gapirishni boshladingizmi, bu xatosiz yozasiz degani emas. Bu har xil yo'nalishdagi rivojlanish. Поэтому, оказывается, buni ikkitasini ham bittada olib ketish kerak bo'ladi. Mana, bittada olib ketish kerak bo'ladi. Grammatikani ham o'rganish kerak bo'ladi, muloqotni rivojlantirish ham kerak bo'ladi. Keling, ko'rib chiqamiz o'zi nimalar qilish kerak. Demak, birinchi qiladigan narsamiz, agarda biz muloqotni rivojlantirmoqchi bo'lsak, birinchi qiladigan narsamiz natijalar bilan yozib tashladim. Qaranglar, birinchi qiladigan narsamiz ovoz chiqarib o'qish. Matnni 3 martadan 6 martagacha. Bitta matnni o'qish. Shunaqa o'quvchilar bor bizni kursda. Bu darsni bizni kursda o'qiyotgan o'quvchilar ham ko'rishadi. Nimagadir juda ko'p ikkichilar kelishdi. Unaqa hech qachon bo'lmagan. Rosa xullas qiynaldik o'sha o'quvchilar bilan ishlashga. Lekin bu videoni olishimdan o'zi maqsad yana ham ularga bitta eslatma bo'lishi uchun. Bu dars hozir YouTube'da, например, borda bonus sifatida o'quvchilarimizga ham beriladi, lekin ahamiyat berdim. Kursimizda o'qimaydigan o'quvchi nimagadir mana matnlar bilan ishlaydi desam, tez ishlaydi. O'zimning o'quvchilarim bir teng. Kiradi, chiqadi. Не слышат вообще меня. Xo'p, demak, ovoz chiqarib o'qiymiz. Nimaga o'zi bu haqida aytishni boshladim, fikrimni esladim. Matnni yodlash kerak emas. Yodlash kerak emas uni.
Uni 50 marta o'qish kerak emas. Biz rus tilini endi gapirishni rivojlantirganimizda bitta matnni 3 martadan 6 martagacha o'qisang yetadi. Uni yodlash kerak emas, unaqa qilish kerak emas. Хорошо? Qanaqa kitoblar bizga to'g'ri keladi agarda biz rus tilini noldan o'rganayotgan bo'lsak? Chitaym по-русски kitobi. Bu bizning TG kanalimizda bor, Telegram kanalimizda bor. Chitайте, наслаждайтесь kitobi. Bu ham Telegram kanalimizda bor. Bu rus tilini noldan o'rganadigan o'quvchilarga to'g'ri keladigan matnlar, o'ta sodda matnlar to'plami. Endi qanaqa oказывается shug'ullanishimiz kerak? Birinchi o'rinda ovoz chiqarib o'qiymiz. Ovoz chiqarib o'qish rus tilida вслух. Читать вслух deyiladi. F tovushini bu yerda. Вот. Medlенно, shoshilmasdan o'qiymiz. So'zning oxiridagi harflarini erinmasdan o'qiymiz. O'quvchilar misol uchun qanaqadir so'zni ko'radi, например, дома не было света bo'lsa, доме не был свет deydi. Ko'rib turib shunaqa xato o'qiydi. Yo'q. Rus tilida xatosiz gapirish va umuman gapirishni rivojlantirish, chiqarish bu xatosiz o'qishdir. Поэтому прям вот xohlasangiz zapis qilib oling, qanaqa o'qidingiz, tekshirib chiqasiz. Har bitta harf o'qidimmikin, yo'qmikin deb ko'rib chiqasiz. Хорошо? Endi agarda biz ovoz chiqarib o'qiydigan bo'lsak, shoshilmasdan har bitta so'zning oxiridagi harflarini o'qiydigan, xatosiz o'qiydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizda artiklyatsionniy apparat rivojlanishni boshlaydi. Chunki artiklyatsion apparat bu nima? Bu til, lablar, nijniya челюсть, pastgani iyakmi, jag'mi, nima deyiladi? Mягкое небо, tepadagi anaqa yumshoq anaqamiz tishlar deb yozdim. Дыхательный apparat. Hattoki to'g'ri talaffuzimizda artiklyatsionniy apparat so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga, tovushlar toza bo'lishiga yordam beradi. То есть so'zlar to'g'ri aytishimiz uchun hattoki nafas oladigan apparatimiz ham o'zini hissasini qo'shadi. Nimaga aynan men bu ovoz chiqarib o'qish deb ko'p aytyapman? Потому что ba'zi o'quvchilar ba'zi so'zlarni bilsa ham rus tilida gapira olmayapti. Oddiy muloqot darslarida gapira olmayapti. Oddiy o'rtoqlar bilan birga bo'lganda talaffuz qila olmayapti. Nimaga? Chunki uni gumoni bor. Anaqa men xato talaffuz qilyapman, что-то не то, nimadir g'alati degan anaqa bo'lishi mumkin, xayollari bo'lishi mumkin. Endi давайте на чистоту, ochiqchasiga gaplashamiz. Agarda misol men такой o'ta yumshoq или qo'pol tilda aytganda paxtakor o'qituvchi bo'lganimda ahamiyat bermang, baribir gapiring, nima bo'pti? Ba'zi bir ruslar o'zini talaffuzini eshitib bo'lmaydi, yashashyapti-ku, baribir gapiring deb aytgan bo'lardim. Lekin men sizlar bilan hozirgi zamonda bu dunyoda yashayapman. Ishoninglar, ba'zida hattoki xatosiz aytgan narsalaringizni ham xato aytding deb aytishadi. Поэтому iloji boricha rus tilini gapirish o'rgangan, смотрите, boshidan kelayotganda iloji boricha sразу mana bu artiklyatsion apparatni talaffuzimiz chiroyli, toza chiqishi uchun boshidan og'zimizni, milklarimizni, tishlarimizni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Tushundinglar? Поэтому ovoz chiqarish bu eng asosiysi. Ovoz chiqarib o'qish qiyinroq, odam tez charchaydi. Shuning uchun 3 martadan 6 martagacha bizga yetadi. Endi qanaqa natija kutishimiz mumkin agarda biz ovoz chiqarib, men aytgandek shug'ullanadigan bo'lsak? Birinchi o'rinda ovoz chiqarib o'qisak, til to'g'ri qimirlashni o'rganadi. Til to'g'ri qimirlaydi. Chiroyliroq tovush bo'ladi, ruskoязычное произношение bo'ladi. Shuning uchun ovoz chiqarib o'qish kerak. Aksentni ustida уже ozgina ishlashni boshlaysiz. Ozginadan. Потому что hozirgi kunda ahamiyat berdim, aksenti bor odam bu unli harflarni o'ta qattiq talaffuz qilayotgan odamdir hozirgi kunda. Tushundinglarmi? Поэтому оказывается, agarda boshidan ovoz chiqarib artiklyatsion apparatni o'rgatishni boshlasangiz, chiroyli talaffuzga, bu degani уже aksentingiz ham o'zidan o'zi bartaraf bo'lishni boshlaydi. Zo'r-ku. Yana nima? Diksiya yaxshilanadi. Diksiya bu tovushlarni tozaligi. Eshitamiz-ku, ba'zida odam gapirganda bo'ladi. Ili til aylanmay qolar, bo'lib ketadi. Men o'quvchilik edim, bu qanaqa tilda, Xitoy tilidami deyman.
Nimaga aytaman? Потому что men bularga o'rgatganman ovoz chiqarib o'qish kerakligini. Конечно, men ulardan talab qilib olaman keyin. Поэтому sizlar ham bu dars ko'rganinglardan keyin bilinglar. Что men tushuntirdimmi? Demak, sizlar aynan shunaqa qilib shug'ullanasizlar. Endi yana qanaqa muammo? Mana язык изобретательный будет. То есть ba'zida tilimiz aylanmay qoladida. Rus tilida oddiy, например, mama, здравствуйте, до свидания so'zini aytganimizda qanaqa bo'lib ketadi, to'g'rimi? Вот kulgili bu, no вот aynan shunaqa bo'ladi-ku. Поэтому запомните, оказывается, agarda ovoz chiqarib o'qiydigan bo'lsak, tilimiz to'g'ri aylanadi va hech narsaga o'ralashib qolmaydi. И, конечно же, qo'rquv kamayadi. Nimadan qo'rquvimiz? Talaffuzdan bo'lgan qo'rquvimiz. Hozir ham to'g'ri talaffuz qildimmikin, yo'qmi? Hozir qanaqa ekan, nima ekan degan qo'rquvlar sizni qo'yib yuboradi. Поэтому ovoz chiqarib o'qish kerak. Tushuninglar-da. Qoida. Ovoz chiqarib o'qiganda aksentim bor. Так вот. O'qish tezligim qanaqa ekan? Urg'uni to'g'ri qo'ydimmi, yo'qmi deb o'ylamaslik kerak bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu даже mana bunaqa o'ylash bu psixikani qanaqadir kirdikorlari deb o'ylayman. O'quvchiga aytaman, "Men buni o'qing" deyman. Bitta so'zni o'qiydi, mingta savol menga berishni boshlaydi. Men keyin aytaman, "Bu o'qimaslik uchunmi?" deyman. "O'qimasligingiz uchun shunaqa qilyapsizmi?" deb aytaman. Поэтому вот как anaqadagi robotsizlar. Вот men aytdim o'qish kerak, demak o'qiysizlar. Всё. O'ylanmanglar, to'g'rimi, noto'g'rimi. Rus tilini noldan o'rganganda biz to'g'rimi, noto'g'rimi degan xayolga bormaymiz. Bizning vazifamiz gapirtirishni chiqarish. Gapirtirishni chiqarish bu eng qiyini. Grammatikani o'rganish osonroq gapirishni chiqarishdan ko'ra. Tushundinglarmi? Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu to'g'ri o'zimizga mos kelgan kitoblarni olish, ovoz chiqarib o'qish 3 martadan 6 martagacha bu har kuni bo'ladi. Ikkinchi qiladigan ishimiz это пополнение словарного запаса. So'z boylikni oshirish. Hozir ham aytishingiz mumkin, so'z boylik birga yoziladi. Googledan, ChatGPTdan so'radim, yo'q, alohida yozilar ekan. Hozirgi kunda qo'rqib qoldim. Qanaqa kichkinagina xato qilsam ham, o'zbek tili o'zi xato bo'lmasa ham o'quvchilar xato deb aytishyapti. Поэтому я действую на опережение. То есть men уже заранее aytmoqman, что bu yerda xato yo'q. So'z boylikni oshirish haqida gaplashamiz. O'quvchi qanaqa o'ylaydi? O'quvchi o'ylaydiki, tak, men hozir so'z yodlayman. Men bu darsga 2 kun tayyorlandim. Eshitinglar diqqat bilan. So'z yodlayman hozir deb rus tilida gapirib ketaman. Meni so'z boyligim shunaqa oshadi deb o'quvchi o'ylaydi. Endi nimalari yodlaymiz o'zi. То есть biz predmetni nomini yodlashimiz mumkin. Sifatlari bir kunda predmetni nomini yodladik, ikkinchi kun sifatlari yodladik, uchinchi kun fe'llarni yodladik. Misol. Lekin biz baribir gap tuza olmaymiz. Yodlash bu so'zni eslash haqida. Yodlash gapirishga hech qanaqa daxli yo'q. Men sizlarga hozir buni isbotlab beraman. Nimada? Men neyrobiologiyani ba'zi bir joylarini o'rganib chiqib, sizlarga yozib tashladim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Смотрите. So'z yodlaganda gipokamp rivojlanadi miyadagi. Префронтальная, значит, память rivojlanadi, kora головного мозга, мозжечок и bazalniy gangliy rivojlanadi. Va даже nomini bilmasangiz ham ko'rasiz, bu boshqa so'zlar. Ko'rasizmi? Вот agarda biz ovoz chiqarib o'qiydigan bo'lsak, so'zni tarjimasini qilgan bo'lsak, miyada qilsak, tak ham so'z tarjimasini nima edi deb qidiryapmiz, misol, или, например, so'zlarni talaffuz qilyapmiz-da, gapiryapmiz o'zi. Bu yerda nima? Miyani qanaqa taraflari ishlaydi? Bu yerda уже murakkab ishi bo'ladi miyada. Смотрите. Затылочная зона rivojlanadi. Затылочная зона rivojlanadi. Зрительная кора rivojlanadi. Область визуальной формы слова. Вот, yozib qo'ydim. Men bu termin haqida o'rganib chiqsangiz bo'ladi, bu o'zi nima. Zona Верники, zona Брока, мозжечок, моторная кора, префронтальная кора, угловая извилина, нижняя лобная извилина, bazalniy gangliy, mana o'rganib chiqishingiz mumkin, bu o'zi nima. Men hozir neyrobiologiyaga ketmaymiz-ku shunga. Men solishtiraylar, qaranglar, bu yerda so'z yodlaganda qancha kam ro'yxat, miyani qancha kam joylari ishlayapti. Imomit agarda ovoz chiqarib bo'ladigan bo'lsak, so'zlarni talaffuz qiladigan bo'lsak, qaranglar, qancha mana ro'yxati qanaqa o'zim. Ko'ryapsizlar?
Поэтому esinglarda tursin. Mana gap yodlasa, yodlash teng so'zni tanish da tarjimani eslash, lekin gapirish emas. Yaxshilab eshitib oling. Agarda biz mana shu so'z demayapman, gap deyapman. Gap yodlaydigan bo'lsak, demak, yodlash bu bizada so'zni tanidik. Shu men bu so'zni yodlaganman deb aytdik. Tarjimasini eslash, lekin gapirish emas, gapirishga yordam bermaydi. Tushundinglarmi? So'z boylikni oshirish o'zi bu nima? So'z boylikni oshirish bu bizada tarjima. Demak, agarda siz erinchoq bo'lsangiz, unda tarjimani yozma ravishda daftarda bajarasiz. Agar siz erinchoq bo'lsangiz, потому что вот bitta o'quvchi bor. Bilasizmi, men 1 soat Google'da o'tirdim. O'sha Sharipov o'quvchim. Bivshiy o'quvchim. 1 soat o'tirdim Google'da. Men o'tirasiz, sizga kerak bo'lganidan keyin Google'da. Menga kerak emas, meni qanaqadir dokumentlarimni tarjima qilib bermayapsiz. Поэтому rus tilini o'rganish, hali bu haqda ham gaplashamiz. Bu har doim tanlash. Meni maqsadim o'zimni avaylashmi yoki meni maqsadim rus tilini o'rganishmi? Har doim eringaninglarda shu savollarni beringlar. Ba'zida odam eringanini tan olmaydi. Ba'zida. O'quvchilar primoy efirda berdi. Men har kuni ovqat qilaman. Xuddi boshqa odam ovqat qilmaydi. Men kun bo'yi bolalarim bilanman. Bolalaringiz necha yosh deb so'rayman. Menimcha anaqa yosh. Bittasi maktabda bo'ladi, bittasi bog'chada bo'ladi. Men kun bilan uydaman deydi. Lekin vaqt topmaydi shug'ullanishga. Nimaga? Chunki bu o'quvchi o'zini avaylash bilan ovora. O'zini avaylashni xohlaydigan o'quvchi bilan ishlash menga ustoz sifatida juda ham qiyin. То есть men o'zi uni majbur qilishimga to'g'ri keladi. Menga bu yoqmaydi. Потому что men juda ham выгоранияga tez kelib qolishim mumkin. Tushundinglarmi? Поэтому har doim eringaninglarda o'zingizga savol beringlar. Meni vazifam nima? O'zimni avaylash yoki rus tilini o'rganish? Endi tarjima qilayotganda biz Google'dan sizlar bilan foydalanamiz. Tarjimani so'zma-so'z tarjima qilamiz. Shunaqa, so'zma-so'z tarjima qilamiz. Men Nasiba opa degan o'sha bivshiy o'quvchimiz ko'rayotgan bo'lsalar kerak. Bu videoni tagiga negativ yozmaydilar, chunki men ularni tanib qolishim oson. Lekin Instagramda shunaqa yozishlari mumkin. Instagramga yozishadi. Men super rus tiliga qo'shildim, lekin hech qanaqa foyda ko'rmadim. Hech qachon o'sha o'quvchilarga lichkaga yozganimizda hech qachon SMS-larimizga javob berishmaydi, ochishmaydi ham. Nimaga bu haqda aytishni boshladim? Bitta o'quvchim bor, 40 yoshli ayol, 15 yillik rus tili o'qituvchisi emas, o'zi o'qituvchi, lekin hozir rus tilida dars beryapti. Rus tilini retsini bilmaydigan o'qituvchi. Rus tilida dars beradi. Rus tilidan emas. O'quvchi aytayaptiki, men Google'dan foydalanmayman, men takoy o'zim eslab nimadir aytib beraman. Bilasizlarmi, yana to'siq ishlashga, yana bu bitta to'siq. Nimaga? Men sizlarga 100 yil avval arab tiliga borganman, mana sizlarga savol. Mana bu harflarni misol taniysiz yoki tanimaysiz. Arab tilini yaxshi bilgan odamlar, например, xuni yozdingiz deyishingiz mumkin, lekin asosan tushunsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Bu qanaqa harflar, например. Bu harflar arab tilida. Tasavvur qiling, siz arab tiliga birinchi darsga bordingiz sizga, например, notanish harflar yozildi, siz o'shalarni ham yodlab kelishingiz kerak, o'qib kelishingiz kerak, daftarga yozib kelishingiz kerak. Siz nima qilasiz? Misol, kechqurun bo'ldi, o'zi ustozingizdan so'ra olmaysiz. Nima qilasiz? Baribir Google'ga kirasizmi? Baribir anaqa qilasizmi? ChatGPTdan so'raysizmi? Или yugurib bor daftaringizni hamma qo'shnilaringiz butun mahallani uyg'otasizmi? Mana buni ko'rib bering deb, opa bor edi, arab tiliga borgan, qana deb shunaqa qilmaysizlar-ku, baraka topkurlar. Men Google'dan foydalanmayman. Bu sizlarning ishinglar, lekin agarda siz to'g'ri qisqa vaqt rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Google'dan foydalanishingiz mumkin. Yana bitta maslahat, o'quvchilar har doim so'raydi. Qanaqa programmadan foydalanishim mumkin, tarjima qilish oson bo'lishi uchun. Ko'p rus tili o'qituvchilari bu haqda kontent qilishdi. Men ham blog yuritaman, 5-yil. Men bilaman kontent qanaqa yasaladi. Tushunasizmi? Eng zo'ri Google onlayn переводчик. Offline emas, onlayn. Eng zo'ri. Boshqa hech qanaqa programma baribir Google'dagi bo'la olmaydi. Google ham o'zi yaxshi ishlamaydi ba'zida. Endi
kelinglar ko'rib chiqamiz, agarda biz sizlar bilan yozma ravishda tarjima qiladigan bo'lsak, umuman olganda so'zlarni tarjimasini qiladigan bo'lsak, qanaqa foyda va natija olamiz. Birinchi o'rinda to'liq gapni ko'ramiz va sekin gap tuzishni o'rganamiz. To'liq gapni ko'ramiz. Ovoz chiqarib o'qiymiz avval uni. So'zlar birma-ketin to'g'ri yozilgan gap. Bu yerda matnda hech qanaqa xatolar bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Ikkinchi o'rinda gapda so'zlar xatosiz yoziladi. Zrительная память, ko'rish xotirasi yordamida biz xoliymizmi, yo'qmi, so'zlari to'g'ri birma-ketinlikda bo'lgan anaqa gapni tuzishni ko'ramiz. 100% balkim щёка губкadek eslab qolmasligingiz mumkin, o'zlashtirib misolda впитывать qilib bilimlarni, но всё же. Yana nima? So'zning qo'llanishini ko'rasiz. Qanaqa qo'llanyapti, qanaqa so'zlar bilan qo'llanilyapti. А также so'zlarning birma-ketinligini ko'rib olasiz. Но здесь всё одно и то же, мне кажется, да? Поэтому, оказывается, tarjima qilishimizni plyuslari bizda ko'p. И, конечно же, so'z boyligingiz oshadi. Пополнение словарного запаса, so'z boyligini oshirish bu har doim tarjima qilish. Uchinchi narsa bu o'zi nima? Demak, uchinchi qiladigan ishimiz, birinchi narsa qiladiganimiz ovoz chiqarib o'qish 3 martadan 6 martagacha, ikkinchi qiladigan narsamiz bu tarjima qilish. Google yordamida tarjima qilamiz. Agarda rasmga olib, to'liq tekstni olib, Google'ga rasmni qo'yib tarjima qilayotgan bo'lsangiz, biling, siz umringizdagi, hayotingizdagi eng katta dushman o'zingizga busiz. Endi men shuni ham gapirishim kerak emas. Unaqa qilinglar deb unaqa bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Baribir odam ozgina o'zi haqida qo'yani qayg'urish kerak-ku. Uchinchi qiladigan narsamiz matndagi savollarga javob berish. Bu eng qiyini. Bu eng qiyini. Bizning kursimizda, super ustul kursimizda muloqotning 4 ta qadami degan dars bor. Muloqotning 4 ta qadami bu tayyor rus tilini o'rganish bo'yicha yo'l xaritasi. Gapirtirishni chiqarish bo'yicha yo'l xaritasi. Уже mana kursimiz 5 oylik bo'lgan bo'lsa, 3-oyga o'quvchilar zo'r natija, пересказ qiladigan natijaga chiqishadi. Lekin shunaqa o'quvchilar bor, ular haligacha birinchi qadamda bo'lishadi. Chunki ular savollarga javob berishni xohlashmaydi. Tushunasizlarmi? O'quvchilarim haqida fikringizni izohlarda yozib qo'yishingiz mumkin. Nima fikrdasizlar o'quvchilarim haqida? Xo'p, endi uchinchi qiladigan ishimiz bu matnlarga savollarga javob berish. Вот и смотрите, комментарий какой, izoh. Til sinib ketsa ham, charchasak ham baribir bu vazifani qilamiz. Самое сложное научить мозг собирать предложения. То есть eng murakkabi o'zi shu. Eng murakkabi o'zi miya uchun bu so'zlar yordamida qanaqadir gap tuzish. Tushundinglarmi? Buni miyani buni birinchi kunni o'zidayoq уже o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'p narsani ruscha yozdim, поэтому bu yerda уже ruscha o'zbekcha aralash bo'ladi. Смотрите. Важный и самый тяжелый этап. Eng asosiysi va eng murakkabi bu mana bu uchinchisi. Nimaga? Chunki mozg самый ленивый орган. Miya odam badanidagi miya bu eng erinchoq organ. Uni juda nimadir qilishga majburlash qiyin. Человеку некомфортно долго думать. Biz juda ko'p o'ylanishni yoqtirmaymiz. Rus tilini endi o'rganganda va miyamiz qanaqadir so'z qidirayotganda tarjimasini qilib, biz ko'p holatlarda qilib o'ylanishimiz mumkin va rus tilini noldan endi o'rganayotganimizda bu zo'r. O'ylanishimiz bu juda ham zo'r. Bu zo'r xabar, bu zo'r yangilik. Tushundinglarmi? Deb odam o'ylangisi kelmaydi va поэтому просто bu mashqni bajarmaydi. Ko'rasizlarmi, qanaqa oson. Hamma narsa nafsni atrofida girdi kapalay. Hamma narsa. Идем дальше. Возникает стресс, когда слово не вспоминается. То есть тоже hapsalamiz pir bo'ladi. Так, so'zni eslolmayman, всё, men bir tiyinliman, men qilolmayman va hokazo. Или появляется разочарование в себе. Aytdim-ku, hapsalamiz pir bo'ladi. O'zimizdan ko'nglimiz qoladi. Yana shunaqa o'quvchilarim bor. Ular anaqa mana shu jinni deb o'ylashadi shekilli. Endi YouTube'da mana ko'rasizlar, mana webinarda ko'rasizlar, mana misol endi yaxshi tanimaysizlar-da, misol bilmaysizlar, что men уже necha yil ishlayman. Har doim meni o'quvchilarim bu murakkab o'quvchilar bo'lgan. Mana men 2 yil davomida ertalab 7 dan 9 gacha dars berardim.
bir soat dam bo'lardi manda. Aytmoqchi bo'lganim, mani opitim bor, не только rus tilidan dars berishda, даже o'quvchilari zaranее qanaqa kirdikorlarni ko'rsatishni ham zaranее bilaman, oldindan bilaman men. Shunaqa o'quvchilar bo'ladi kursimizda. Oladi daftarni или там kitobni javoblarini o'qib beradi. O'zini ovora qilmasa bo'ldi-da. Keyin ular kursni oxirida aytishadi, "Mat 3-2 oyda man bu hammasini qiluvdim. Natija yo'q." Audiolarni eshitasiz. Bilasizmi? Bilmayman, yer yoriladi. Dunyoni suv bosadi, lekin o'quvchi tan olmaydi prosta o'qib berganini. Tushunasizlarmi? Поэтому bu eng qiyini. Sharmanda bo'lmanglar. Qanaqadir kursga borganinglarda, mani o'quvchilarimdek sharmanda bo'lmanglar. Bu mani vazifam bugun o'zi o'quvchilarimni yana anaqa qilish, tepish ko'chma ma'noda. Поэтому misol keltiryapman. Поэтому matnlarning tagidagi savollarga javob berish bu asosiy qiladigan ishimiz. Boshida 10 kun davomida bizga qiyin bo'ldi, lekin hammasi keyin yaxshilanib boradi. И вот смотрите, здесь вот я на rusском языке тоже написала, bu yerda yozib qo'ydim. Здесь ученик делает выбор. Bu yerda o'quvchi tanlov qiladi. То есть men rus tilida gapiraman degan yo'lni tanlaydimi yoki men diskomfortni yoqtirmayman deb aytadimi? Nima uni qadriyatlari qanaqa? O'zini avaylash, iloji boricha o'zini g'alati holatga solmaslik, o'ylantirmaslik, chunki hamma o'quvchilar bilasizlarmi, vaqtim yo'lga o'tib oladi. Конечно, hech kim aytmaydi-da, men erinchoq, hozir men erinchoq deysham, как будто men qirolichaman degan gap bilan teng bo'lib qoldi hozirgi kunda. Men erinchoq, men o'zim chaqqon emasman, qo'pol tilda aytganda men epsizman degisi kelmaydi-da, men tushunmayapman deb o'tib oladi. Har doim rus tilini o'rganish bu tanlov. Men rus tilida gapiraman, rus tilini o'rganmay gapiraman yoki men diskomfortni yoqtirmayman. Agarda siz qiyinchiliklarni yoqtirmasangiz, rus tilini o'rgana olmaysiz. Qiyinchiliklar bu qanaqa qiyinchiliklar? Bu bitta tog'ni talqon qilib yo'q qilib yuborish, или shamolni направлениясini o'zgartirish, bilmayman, или butun daryodagi suvni ichib yuborish bitada qilib misol, или yo'q joydan quduq qazib, toshli joyda quduq qazib suv chiqarish unaqa qiyin emas. Просто ozgina nafsingizni tarbiyalasangiz bo'ldi. Lekin o'quvchilarimga bu o'ta qiyin. Bu bu yerda Amerikagacha pishqin borib kelishdagi bitta matndagi savollarga javob berish. Poэтому bilinglar, matnlardagi savollarga javob bermasanglar, rus tilida gapirmaysizlar. Bu eng asosiysi. Qolgani o'zingizlarga. Bizning darsimizni mavzusini yana takrorlayman. Muloqotni rivojlantirish darsi. Nimaga o'quvchilarimni misolini keltiryapman? Siz hozirgi bu darsni ko'rayotgan odam oldindan nima fikr yuritayotganingizni men bilaman. Shuning uchun. Potom davom etamiz. 4-chi qiladigan narsamiz bu har doim muloqot darslarida ishtirok etishdir. O'quvchi nima deb o'ylaydi? O'zi muloqot darslari haqida hozir gaplashamiz. O'quvchi aytadi, "Menga faqat razgovor kerak. Men faqat gaplashmoqchiman. Menga faqat razgovor kerak. Men bu gapni ko'p muhokama qilaman webinarda. Men hozir bu gap asli xatoligini e'tiborga o'tirmayman. Давайте я перефразирую, boshqacha aytaman. То есть biz muloqot darslarida ishtirok etishni xohlashimiz, biz o'ylaymizki, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Prosta muloqot darslariga borsam, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Men prosta Rossiyaga ko'chib ketaman, u yerda rus tilida bemalol gapirishni o'rgana olaman. Yo'q, unaqa emas. Kursimizda 30% odamlar Rossiyada yashaydigan, Rossiyada 8 yil, 9 yil, 10 yildan buyon yashayotgan odamlar rus tilini o'rganyapti. Tushundinglarmi? Поэтому faqatgina gapirish yordamida hech narsa o'zgarmaydi. Поэтому bu muloqot darslarida ishtirok etish bu 4-chi qiladigan narsamiz. O'quvchi qanaqa xato fikr yuritadi? O'zimdan o'zib gapirib ketaman deb o'ylaydi. Muloqot darslarida, to есть qanaqadir sirli bilimlar bor miyasida. U bilimlar qanaqadir yashiringan, qanaqadir miyani tub-tubiga, u hozir muloqot darsiga borib qanaqadir mo'jizaviy yo'l bilan o'sha joyi, o'sha
da yashirinib turgan so'zlarni topib oladi va rus tilida so'zlar прям oqib ketadi og'zidan judayam chiroyli bo'lib deb o'ylaydi. Не знаю, видимо, ko'p ertaklar ko'rvoradi. Или o'quvchi o'ylaydi, muloqot qilganimda собеседник, bu tarjima qilasizlar, sizlarga задание vamda topshiriq собеседник so'zini tarjimasini yozib qo'yinglar o'zbekchasiga. То есть biz bilan gaplashadigan odam bilan biz bilan rus tilida gaplashsa, hozir men uni gaplarini eshitib olaman, такой ko'chirib olaman, rus tilida zo'r gapiraman deb o'ylaydi. Lekin это тоже так не работает. Unaqa ishlamaydi. Tushundinglarmi? Nimaga unaqa? Chunki miyada bor narsani til chiqarib beradi. Miyada rus tilida so'zlar bo'lsa, til chiqarib beradi. Miyada so'zlar bo'lmasa, til chiqarib bermaydi. Buni zo'r o'rganib olinglar. Buni zo'r bilib olinglar. Yozmanglar menga. Anaqa nima? Menga faqat muloqot kerak, muloqot darslari deb yozmanglar. Tushundinglarmi? Bunaqa narsa yozmanglar. Почему? Потому что men nima qilaman? Men bu videoni sizlarga yuborib qo'yaman-da yana qaytadan. Потому что menda yo'q imkoniyat har bitta o'quvchiga tushuntirish, voy unaqa rus tili o'rganilmaydi deb. Yo'q vaqtim. Endi rus tilini noldan o'rganganda muloqot darslari qanaqa o'tishi kerak? Rus tilini noldan o'rganganda muloqot darslari qanaqa o'zi o'tishi kerak? Birinchi o'rinda faqat matn haqida muloqot bo'lishi mumkin. Taxminan 20 kun davomida. Nimaga 20 kun? Потому что o'quvchi har kuni muloqot darslaridan tashqari matnlar bilan ishlaydi, grammatikani o'rganadi, baribir o'zgarish bo'ladi. Поэтому taxminan 20 kun davomida butun muloqot darslarida matn haqida bo'lishi kerak. Lekin kurs oxirigacha unaqa bo'lishi kerak emas. Shunaqa. Endi nimaga aynan matn? Nimaga qanaqadir film emas? Nimaga o'quvchilar aytadi? Вот mendan такой hayotiy narsa такой so'rang mendan, ismim nima, yoshim nima deb aytadi. Javob bera olmaysizlar bunga. Bunga javob bersanglar ham xato javob berasizlar. Sizlarni to'g'rilamasa, o'zi rus tilini noldan o'rganganda to'g'rilash mumkin emas odamni. Sizlarni to'g'rilamasa yomon, sizlarni to'g'rilasa ham yomon. Поэтому kelinglar, давайте вот chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-yu. Поэтому обязательно matn haqida muloqot bo'lishi kerak muloqot darslarida. Nimaga? Chunki matnda опорные слова, ya'ni kalit so'zlar bor. Biz qo'llashimiz mumkin bo'lgan so'zlar bizda bor. Ularni yodlash kerak emas. Tushundinglar-da? Endi yana nimaga? Потому что у нас есть модели предложений. То есть gaplar, вот o'quvchilar aytadi, menga gapni strukturasini o'rgating. Rus tilida son mingta gaplar bor. Rus tilida bitta so'z ham gap deb hisoblanishi mumkin. Поэтому aytmoqchi bo'lganim, har xil toifadagi gaplarni ko'rib chiqasiz, sizda namuna bo'ladi. Asosan so'roq gaplari ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tushundinglar-da? Также понятная tема. То есть sizga matn haqida savol berganda, даже avval rus tilida aytib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilib, ustoz o'zi bu savolni siz tushunasiz nima haqida gap ketayotganligini. Chunki odamlar rus tilini noldan o'rganayotganda juda xavotirda bo'ladi. Men haqimda hozir nima deb o'ylashadi? Yana nimadir bo'ladi. Rus tilini bilish uyat emas. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Bizni davlatimizda o'zimizni ona tilimizni bilmaslik bu uyat. Hozir endi bu negativchilar aytish mumkin. Voy, shunaqa 2 marta tilingiz aylanmay qoldi. Bu gapni siz aytyapsizmi? Ha, bu gapni men aytyapman. Потому что men bolaligimdan faqat rus tilida biz gaplashganmiz. O'zbek tilini 17 yoshimda o'rganishni boshlaganman. Lekin men juda ham harakat qilyapman rus tilida, o'zbek tilida xatosiz gapirishga. Shunaqa. Keyingi qiladigan narsamiz это ограниченный, но активный словарь. И словарь degani bu qanaqadir lug'at kitobi emas. Словарь bu bizning so'z boyligimiz. То есть он может быть ограниченный, то есть bu hamma so'zlarni bilmaysiz, lekin o'sha matndagi 2-3 ta so'zlar yordamida baribir fikringizni ifodalashni siz o'rganyapsiz. Поэтому muloqot faqatgina matn haqida bo'lishi kerak. Birinchi qiladigan ishimiz matnlar bilan ishlash, ovoz chiqarib o'qish. Ikkinchi bu tarjima, uchinchi bu savollarga javob berish va faqat 4 bu muloqot. Va faqat 4-inchisi bu muloqot. Lekin shunaqa 4 ta o'quvchilar bor. Mana muloqot bo'lsa,
Shundagina gaplashib ketaman. Voy, unaqa ishlamaydi, baraka topqirlar. Так это не работает. Miyada bo'lsa til chiqaradi, miyada bo'lmasa chiqarmaydi til. Muloqot darslarida miyangizda so'zlar bo'lsa, tilingiz chiqarib beradi. Bo'lmasa chiqarib bermaydi. Endi kelinglar sizlar bilan bitta уже darsimiz tugayapti-da, bitta xulosaga kelamiz. Gapirish, rus tilida gapirish bu o'zi nima? Rus tilida gapirish, говорениyani rivojlantirish, bu birinchi o'rinda artikulyatsion apparat, artikulyatsiya zo'r bo'lishi. Kontekstda o'rganilgan lug'at, biz tarjima qilamiz, so'z boyligimiz oshadi. Muntazam noqulaylikni qabul qilish, savollarga javob berish, har kun matnlar bilan ishlash bu faqat o'ta irodali odamlar uchun. Va faqat shundagina biz erkin muloqotga kelishimiz mumkin. Hozir yana orqaga ozgina aylantirib, yana buni qaytadan eshiting. Faqatgina shunda muloqotga erishish mumkin. So'zlar yodlashlar bilan biz o'sha sizlar bilan bilamiz, miyani boshqa tarafi rivojlanadi. Boshqa polушариялari va boshqa uchastkalari rivojlanadi. Даже buni ham kiritdim. Потому что я уже устала, говорить одно и то же. Поэтому gapirish bu artikulatsionni gimnastikani qilish. Artikulatsiya gimnastika тоже xolisingizga ссылкani beraman. То есть o'sha mana bu og'iz, daha hammasini o'rgatish, rus tiliga, talaffuzlariga, kontekstda o'rganilgan lug'atni oshirish, то есть tarjima qilyapmiz matnlarni. И muntazam noqulayliklarni qabul qilish. Ularni boshdan kechirish. Menga qiyin, mani vazifam o'zim bilimdan avaylashim kerak emas. Mani vazifam maqsadimga qarab yo'l olish. Buni zo'r tushunib olishingiz kerak. Rus tilini o'rganish bu mehnat va faqatgina shunda erkin muloqot darajasiga chiqsa bo'ladi. Bizning kursimizda juda ham ko'p odamlar aynan shunaqa yo'llar bilan rus tilini o'rganishyapti. Faqat 13-potokda ikkichilar ko'p, lekin qolgan potoklarda juda ham zo'r natija bo'ldi. Nimaga bu haqda aytyapman? Kursimiz. Mana vazifam bu qanaqadir reklama emas. Biling, men hozir sizlarga o'rgatayotgan yo'llar yordamida o'quvchilar rus tilini o'rganyapti va ular xohlagan natijaga erishishyapti. Demak, siz ham buni qila olasiz. Sizlarga ukazaniya, sizlarga vazifa bu videoni tagiga izohlarga fikringlarni yozishinglar и like bosib qo'yish, bu sizlarga uyga vazifa.